yurak sohasida sanchuvchi og'riqlar bezovta qilish ko'paygan shu kunlarda. Bu og'riqlar yurakdanmi? Hozirgi kunda haqiqatdan o'sha yurak sohasidagi sanchuvchi og'riqlar ko'paygan. Buni yurakdanmi yoki boshqa sababdanmi ajratib olish oson yo'li bor. Deyarli yurak kasalliklarining 90-95% yurakdagi bezovtaliklar hansirash bilan qo'shilib keladi. Harakat qilib turgan odamni odatdagi harakatlarga kuchi yetmay qoladi, charchab qoladi. Yurak sohasidagi sanchuvchi og'riqlar agar shamollashdan, nerv tomirlari shamollashi, osteoxondrozadan bo'ladigan bo'lsa, og'riq hansirashdan kelmaydi. U kun davomida bir xil bo'ladi. O'z-o'zidan xuddi igna sanchgandek boshlanadi. Ozgina kutib turilsa, 5-3 minutda o'tib ketadi. Agar hansirash bilan qo'shilib kelsa, albatta kardiolog ko'rigga borish kerak. Yana bir farqli belgisi nevralgiyalar, ya'ni nerv tomirining shamollashlari kun davomida og'riq saqlanib turishi mumkin. Lekin yurak og'riqlari xurujsimon tarzda bo'ladi. Og'riq harakatda kuchayib boradi, o'tirganda, dam olganda og'riq kamayadi yoki to'liq yo'qolib ketadi.